Kechagi videoni o'zingizlar ko'rdinglar o'rtoqlar. Agar Barsa shu o'yinda yutsa, bir haftadan keyin biz Asaloyga chet elga chiqib ketamiz. Barsa yutqizdi. Men uni unchalik jiddiy qabul qiladi deb o'ylamagandim, chunki rostdan ham xafa bo'ldi. Bu holatga shundogina qarab turolmayman. Shuning uchun kecha va'da qilingan sovg'a bugun o'z egasiga topshiriladi. Ijom shuda. Chatimizga kir, telefoningni och. Qahhor va Pokizaxon, Qahhor Kamoliddin bo'lsa qoladigan atelimiz. Odammi? Nega aldingma? Montaj qilyapsiz. Qanaqa montaj qilaman? Bizning safarimizni Barsani o'yini hal qila olmaydi. Biz uzoqlar ketamiz. Xursandmisan? Bo'ldi, endi gaplashishni boshlaysan men bilan. Onam aytardilar, ayol makr kuchli deb. Bunchalik ayol makr kuchli deb o'ylamasdim. Qayerga uchamiz deb o'ylaysizlar? Asaloy qayoqqa bo'ladi? Yozib qoldiringlar kommentariyaga. Eng muhim xursandmisan, bo'ldimi?